3 qism. Mehrayning falsafasi menda o'z kuchini ko'rsatib, boshliqning ishxonasiga kirgicha Gulchehra chaqqashqa men bilan ayrim ko'rishmoqchi bo'lgan gap degan xiyol kallamda jiddiy hukm surib, ichimda g'azab vulqoni po'riqlab qaynashga boshladi. Mastura, sizni nimaga chaqirtganimni bilamsiz? Bilmadim idora boshlig'i, dedim ichki hissiyotimni boshliqdan yoshirishga tirishib. U avval meni o'ltirishga taklif qildi. Men ichimdagi jahil asabiy xiyolning quturtishi bilan qimir qilmay yerga qarab turdim. İçimda sansızlığın çömelip pitirap yürügəndək bearamçılıq. Siz yıllardan bu yana xizmət işləşdiki əstaydillığınız, kollektivning mənfəətin aldın qorunğa, şəxsi mənfəətini kəyniga qoyduğan esil fəziliyetiniz bilan idaradagi yoldaşlarının, cümlədən yuqori dərəcəlik rəhbəri kadrlarının muayyenləştirişiga erishdiniz. Məsul xizmətiniz avtonom rayon bo'yicha munavvar bo'lib baholanibdi. Әтті munavvar kadrlarni mukofotlash cho'ng yig'ini ichiladi. Siz idoramizga cho'ng shon-sharaf keltirdingiz. Mukofotga ideyangizda tayyorlik bo'lsin. Sizni chin qalbimdan muboraklayman, Mastura. Men quliqimga ishonmay, beshimni ishtik ko'tirib, idora boshlig'iga hangvaqinimcha turibli qoldim. Nima? Dedim, kekashlab so'zlab. Bu yig'inga Gulchehra bugun qatnashib bo'lg'aydi-ku. Gulchehra qatnashgan yig'in Millatlar Ittifoqligidagi ilg'or shaxslarni mukofotlash cho'ng yig'ini. Siz qatnashadigan yig'in o'xshamaydi. Yaqindan beri qarasam ro'y holatingiz ancha normal emasdek turadi. O'ruqlab qapsiz. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa tartinmay ayting. Idora boshlig'ining gapiga ya kulishimni, ya yig'lashimni bilolmadim. Uning ishxonasidan nima deb qaytib chiqqanim esimda yo'q. Yürükümdə axşam qıpşaymanlıq beğan, qayt su üstüge chiqqan köpükdək örləb, yürükümni zidi qılmaqda. Əslida bu mən üçün xoş xəbər bolğandan keyin qiyin qınımğı patmay şadıman külsəm to'g'ri bo'ladi. Ammo kulki bilan azab o'z chek-chegrisini yo'qotgan qalbim xushalliqdan mustasna. Mehray bilan idora boshlig'ining gapi tamoman bir-biriga zid edi. Mehray buncha qilib zaten nimaga erishmoqchidir? O'ylagancha faqat aqlim yetmaydi. Kallam gadramaç xiyolning qo'rishovida lo'qqildab og'rib, ko'zlarim qum tiqqandek bearam bo'lib turadi. Kechda ishdan tushganda bolalarni o'rinlashtirib qo'yibla, Udul Attirgul qahvaxonasiga berib, ayrim xonaga joylashib o'tirgandan keyin do'stim Zulfiyaga telefon qildim. U zaif ovozimdan menga biror ish bo'lganligini pamlada bo'lg'ay, uzun o'tmay yenimga undi. Zulfiya menga sinchilab qarab, "Adash, odat otang qahva ishkil bu yerga kelib yurmayding, zoda nim bo'ldi?" deb savol qo'ydi. Zulfiyaning hayronlik aralash tikilgan ko'zlariga mundaqla qarab qo'yib, qo'limdagi qahvani maqsadsiz elashtirishga boshladim. Shu topda kallam normal ishlash funksiyasini yo'qotgan. "Jinim-adash, ko'zing nimancha nursi, seni buncha azoblagan zodin emish. Abla seni xafa qilmagandu?" Ro'para o'ltirib sukut ichida ko'zlarimdan savoliga javob izlayotgan Zulfiya taajjub ilikida takror savol so'ragandala eg'irlashgan beshimni ko'tarib uningga tikildim. Men ulug' kichik tinib etib, past ovozda Mehray idoraga yutkilib kelgandan beri yuz bergan ishlarni Zulfiyaga yipidan yangnisigacha so'zlab berdim. "O'tib ketgan echitqi zamburg'kan-ku bu", dedi Zulfiya gapimning tugishiga saqlamayla qaynab. "U Gulchehra ishkanlarning do'stligiga hasad qilib, bir eg'iz gapni 10 eg'iz aynitib yetkizib, orliqda belassiz o'yin ko'rib yuribdi. Mehray Gulchehra to'g'riliq o'sak so'z ko'tarib kelganda sen uning o'sal mijozini farq etolmay, ishtiklik bilan Gulchehrani yomonlaydigan gapni uningga deb yuribsa. U oxirida qanday qildi deb baqa? Sening ochiq esirangda qilgan gapingga payqanat yasab puchirib Gulchehraga yetkizdi. Shuning bilan do'stlik gulinglar orasiga yovuz shumbuy o'ndi degan gap. Qanday qilishimni faqat bilolmadim, adash. Uning buncha nomusiz ekanligini bilmabdim-a. Bu reallikda o'zimni qochirishga hech amolim yo'q. Men pek charchadim. Amaliyotda Gulchehra ilgari Mehray aytgandek uncha nachar ayolma emasdi. Bugun kishdan keyin men o'zimni Mehrayning to'ziqiga dastlab ketgandek his qildim. Pushaymon o'tib, baq qiynalyapman jinim adash.
Mening bir amalim bor, sinab baqqin. Meningcha cho'qim unumi bo'ladi. Zulfiyaning gapidan ko'nglimga vallada quyosh nuri sepilgandek jallanib ketdim. Qanday amal o'ylab topding, adash? Ishtikdigina? Dedim, Zulfiyani aldiritib. Sen ertadan boshlab Mehray Gulchehraning yomon gapini qilsa, naq maydonda tillab tekkisini be. Qilch yuz xotir qilma. Shuna qilsang dal ajallik zarba bergan bo'lsa. Seningcha shuna qilsam to'g'ri bo'ladimi, adash? Dedim, tengir qilganimcha. Uni o'sal mejazini mushunda boplamasang seni har kun echitib yurak kesli qilib o'ltirgidek bu zamburug'. Mukofotlash yig'inida olgan sharaf taxtasini ko'tarib qaytib kelib, ishxonamning eshigidan qapqini turgancha ittik chiqayotgan Gulchehra bilan do'qirishib qoldim. U meni ko'ribla beshini yerdan olmay, o'z ishxonasi tarafga ketdi. Zamburug'ning Gulchehrani zaharlaganligini pamlab, ishxonaga kiribla Mehrayga sap soldim. U qaysidir bir ohangga g'ingshig'inicha o'z-o'ziga kulimsirayotdi. Ko'nglim allaqachon bir yomonlikni tuyib, beshim ving'ida qiyishqa boshladi. "Yey, Mastura, muborak bo'lsin!" dedi Mehray neridagi ustalga joylashtirib qo'ygan sharaf taxtiga qarab. Uning ovozi ilgarigidek jaranliq bo'lmasdan, balki poqining ko'rkirishidek o'msilla chiqib qoldi. Bir anglasa yig'lamsirag'anga o'xshaydi. "Birga bo'lsin", dedim og'zimning uchidala. "Hay, idora boshlig'i sizning tarafingizni to'liq qilib, og'zimning bir qat terisi tushib qolay dedi jumo", dedi u yenimga kelib taxtayni siylaganicha. "Oxir qilgan ajrim bekorga ketmadi mana." "Shundaqmi?" dedim men kinoylik qilib. "Undaqda sizga ko'p rahmat desam bo'g'idak. Boy Guljahan sizni bir muncha g'ajob chiqib ketyotdi qarang. Yuziga tükürdüm, unda xotinning bu idorada ishlashga saloy tutishmaydi." Qalbimda davrab kelgan g'azabdan o'zimni bosolmayla qoldim. "Siz meni zodin nima qildaysiz?" dedim ochiq bilan varqarab. "Sizningcha bo'lganda men Gulchehrani uramdim yoki jahondagi eng maynat sattallar bilan haqoratlab ichimni bo'shtamdim. Bundan keyin ikkinchilab Gulchehraning yomon gapini qilmang. Men sizning hadisini uni tartqishlab so'zlashingizdan o'ligidek zerikdim. Odamning kamchiligiga eslab menga mushu minutdan boshlab o'tirdi gap to'shiydigan, tuxumdan tukundirdigan eski qo'yingizni tashlang." "Yey, bu nim deganingiz? Kechidan tushingiz ish talab etmagandi?" dedi u hang-tong bo'lganicha o'ktamlarcha varqirab. "Sizga yaxshi bo'lsin deganim, estash qilib o'xotinning sizga qilgan askilgini to'ntib qo'yganim xatomiki? Bir kechida yoqlar etaklar yoqib bo'lib qopti-ya. Meni qildigan ish yo'q deb qolganmitingiz? Yaxshilik yarashmaydigan ling tasma." Uning yerganishlik chiroyiga qarashqa hafsilam yo'q edi. Nervam kontrolligini yo'qitib, put-qo'lim titrab, og'zim gapga kelmadi. "Mayli, nimala demang, endi siz to'lg'an sanamga dassimayman bilib qo'ying." Men uning dartmalab qilgan bir muncha gapidan keyin shundoq deganimcha ishxonadan chiqib ketdim. Uning buningdan keyin meni yuyib tarab yerlikimda qo'yib yetadiganligiga, Gulchehra bilan ikkimiz o'ttirsidagi ishlarni ta'tirga o'rib so'zlab, idorada rasvoyimni chiqardiganligiga ishonatdim. Mayli nimala bo'lmasin, necha vaqtdan beri o'zining qil arg'amchisida darg'a esib qiynagan murakkab ijtimoiy munosabatning yerganishlik chumpardisida ta'tir qo'yinda baraxli ichib etilgan edi. Bundan keyingi qismatim va kechmishimga nimalarning yozilganligi menga qorong'u. Ammo har holda zanjir topan so'rayotgandek titmi talang bo'lgan qalbim ozroq ro'yi quvnoqqa ega bo'lganligidan xotirjamlik his qildim. Atisidan boshlab ikkimiz bir necha kungacha gap so'rashmadik. U azaldan eg'izi birdam jim turib qolsa, ichi pishib qoladigan mijazi bilan bu xil so'g'uq munosabatlar urushiga bardoshlik bera olmay, tabiatiga aslo moslashmaydigan tarzda gap boshladi. "Jinim Mastura, meni xato tushunib olganingizdan ko'nglim bekmi yerim bo'ldi. Yiliq kunki ishdan keyin tilimga tomoq tetmaydi, kechida uyqum kelmaydi. Amaliyat idoradagi ayollar ichida sizni eng yaqin o'rinda ko'rganimni bilsangiz, men hargiz bunday qilmagan bo'lardingiz." Uning ikki qo'li beligimga ching yepishgan. So'zlari bulutdek yumshoq, hasaldek tatliq.
yuragim ezutqu vasvasida tipirlabroq iziga tushdi. O'zimni qattiq tutib elib, uning ko'ziga dadil tikildim. Mihray, idoradagi ayollar bir oila kishilarga o'xshaymiz. Dunyoda mutlaq ish bo'lmaydi. Sizning boshqalarni hadisli yomon ko'rmasligingizni, boshqalarning ortiqchiligiga nazar selib qo'yishingizni, xizmatdoshlar aro inoqlikqa ahamiyat berishingizni umid qilaman. Gapim tugishi bilan uning qapqi lepildab, ko'z qarachiqi jiddiy harakatlanishga boshladi. Ha? dedi u qo'lashmagan harakatdan keyin zo'rmi-zo'r gelini qirib. Bu ishda siz meni xato tushunib qoldingiz. Gulchehra sizni ozdog'andek turadi. Men uning mushunda xato ishganligini bilgan, har ishkinglar yaxshilikni bilmaydi ekansizlar. Uning yana koni muqamga tovlayotganiga qarab, ideyasida qilchi o'zgarish bo'lmaganiga etchindim. Keyin degan gaplari quliqimga hech kirmadi. Faqat kallamda Gulchehradan kechirim so'rab yarashib olish istiki hadab ulg'ayib bormoqda edi. Qalbimda hasratli piyg'on, ko'zimda yig'i kelkuni davrimakda. Majalsiz jismimni so'rab, o'zimni sirtqa otdim. Mastura, men hammani bilaman, seni ko'p charchitib qo'ydim. Meni kechir. Tush bilan reallikning oralig'ida tonishli bir ovoz quloq tubimda jaranglayotdi. Asiyadim Gulchehra bilan yarashib olishda qolganlikdan yuz bergan ruhiy to'qinishmi yoki reallikda u rostilla menga gap qilyaptamdi, ilg'i qila olmadim. Gas bog'lagan lavlarim hayajondan titrab, oran gapga o'mallangandek qildi. Avval buni angla. Shu gapga ulab yanfundan Mihrayning ovozi keldi. Gulchehra odosh, Mastura degan bek manmanchi, u yarashtirib kiygan kiyimingizni, eringiz haydigan mashina ko'ranmaydi. Hadisli er-xotin ishkinglarni pixsiq, odamgarchilik yo'q deb yomonlaydi. Tuzukrak do'stining tayini yo'q. Kiyim-kechaklar Deqiyanus vaqtida modadan qolgan kiyimlar. Xizmatga zodil ko'ngil bo'lmaydi. Hadisli o'y, bola deb qatirg'an deydi. Ma'rigiz ishonmayman, u undaq deydigan ayol emas. Bu Gulchehraning ovozi edi. Yaqindan beri uning sizga ta'tir qarab yurganidan bir hechni bayqamaga o'xshamamsiz? U sizni idoradagi xizmatdoshlar orasida o'sal qilaman deb jorsib yuradi. Ishonmasangiz, atil uning zansib qarab yiqinga. Qapqim nemancha ig'irdi. Ko'zimni ochay deb qancha kuchigancha qapqim shuncha esilib ketyotdi. Bir to'p odamlar ichidan ha deb yo'l qo'nyapman. Meni shuncha besim bilan qamollab olgan kimlarning qo'li bo'lg'aydi? Qo'yib etinglar, meni qo'yib etinglar. Quloq tubimda yana Gulchehraning mishildab yig'ilgan ovoz anglanishga boshladi. Uning yeshini surtmoqchi bo'lib, qo'limni uzatdim deb o'yladim-yu, qo'limning aslidagi o'rnidan qimir qilmay turganini sezdim. Ko'zingizni ochsangiz-chi, Mastura, anchiki ishqi shuncha botnagan bormi? O'tgan ishqi salovat deyitinga? Hayronman. Ko'zim yumuq turib, Mihrayning chiroyini ko'ptirma aynakning qarshisidan ko'rganim qiziq. Uning turqi bayni karton filmdagi badbashir maxluqqa o'xshayotdi. Ko'zlari tiniq ko'k, burni maqchaytib etilgandek panoq, lavlari durday, tishlari shuncha radsiz ham qora. Shu kamgacha buncha ko'rimsiz odamni ko'rib baxmagan bo'lg'achqa tenim shurkinib ketdi. Meni qamollab olgan qo'llardan bar kuchim bilan yo'l qo'nib chiqib, ko'z oldimdagi poyansiz chimanzorlikqa qochdim. Mastura? Mastura? Gulchehraning yaqinlik to'lg'an ovozi yana anglanayotdi. Quyosh parlab chiqib, atrofni qizdirib turibdi-yu, yuzimga nadin tomchigan yomg'irdi. Ismim takror to'langancha qopqimni ichishga zo'riqvatdim. Xira ko'rish doiramda Gulchehra bir dasta gulni quchoqlaganicha menga talmirib turadi. Yo'qotgan sezgilarim asta-asta asliga kelib, tush bilan reallikning chek-chegarasini asta-asta ayirishga boshladim. Gulchehraning ko'zlaridan bulduqlab oqqan yosh mang'islarimga sirg'ib, sochlarimni ho'llayotdi. Ikkimizning ko'z nuri bir nuqtada kesishib,
Gulchehra menga qarab kulimsiradi. Vujudimga taralgan yiqimliq tuyg'udan men jilmaydim. Asma okulning noktasidan tamchiyotgan suyuqliq Gulchehraning do'stlik mehri bilan qo'shilib, tomirlarimga singib ketdi. Qadrli anglag'uvchilar, Zuhragul Hamudning Zamruq nomli hikoyasi mushu yerda tamam. Yana nadir adabiy asarlardan huzurlanmoqchi bo'lsanglar, bundan keyingi mazmunlarda bo'lsin. Xayr do'stlar, omon bo'linglar.